Ba'zida Alloh taolo bir qism yerlarga yomg'ir yog'dirmaydi, bir qism yerlarga oz yog'diradi. Bu vaqtlarda yomg'irni tutib qoladi, ya'ni qabzi qiladi. Demak, yomg'irsiz o'tgan kunlar Allohning Qobiz ismining tajallisini ko'rsatgan kunlardir. Allohning Qobiz ismining tajallisini bundan boshqami nurg'un yerlarda ko'ra olasiz. Masalan, qatnash qistongchiligida o'rganishga tirishayotgan bir masalani tushunolmaganda va qiyinlashganda ziroat va shuningga o'xshagan mahsulotlarning bir falokat bilan vayron bo'lishida, tuproqning qurg'oqlashib o'simliklarning unmasligida, ishlarning kasatlashishida, hayotning insonlarga qiyinlashtirishlarida va bundan boshqa barliq qiyinchilik, ig'irliklarda Allohning Al-Qobiz ismi tajalli qiladi.